Yo, salom barchaga do'stlar. Bugun biz Free Fire'ning tarixini bilib chiqamiz. Ko'pchiligingiz Free Fire'ning tarixini bilmaysiz. Free Fire 2017-yil 7-dekabr chiqqan. Bu Free Fire chiqishidan oldin alfa versiyasi birinchi bo'lib chiqqan. Alfa versiyasida karta yerlarini nomini ko'rsatmas edi. Karta ko'rsatmaslik ko'pchilikka yoqmagan. O'tadigan o'q bilan belgilangan. Alfa versiyasida stena degan narsa bo'lmagan. O'tiradigan va sakraydigan bor, lekin yotadigan yo'q. Free Fire chiqdi. Bu vaqt faqatgina Play va Store va Vault Loadout Group bo'lgan. Playni bossangiz oldingiday matchmaking deb kirib ketadi. Nega bu yerda botlar ko'p deyishingiz mumkin. Chunki Free Fire chiqqan mahal Kelly, Andrey, Maxim va boshqa shunga o'xshash odam bo'lmagan. Birinchi Free Fire'da karta orollari juda ham kichik edi. Kartada faqat Balmisakti Street, Factory, Peak, Office, Hangar, Outpost, Ranch, Mars Electric, Pochinok, Water Errand, Shipyard, Kato Tistiva, Riverside, Break Age kartalari bo'lgan. Xullas video tugadi. Bu bo'lsa biz o'ynayotgan versiyadagi karta. Bu kartada orollari katta va nomlari ham ko'p. Ayniqsa Peakni yangilashgan. Xullas kartani nomlarini aytib o'taman. Mars Electric, Pochinok, Factory, Rimnam Village, Hangar, Sentosa, Kotatua, Captown, Keration, Mill va Riverside, Shipyard, Bullseye, Graveyard, Observatory, Clock Tower, Balmisakti Street, Peak, Katolistiva, Plantation. Hozirgi Free Fire'da 20 ta kartaning nomlari bor ekan. Oldingi Free Fire'da bo'lsa 14 ta kartaning nomlari bor edi. Shunda yangi Free Fire'ga 6 ta kartaning nomlari qo'yilgan ekan. Xo'sh, bu yerda nima farq bor? Bu yerda farq faqatgina bir dona. U ham bo'lsa, mana Free Fire'ga arsenal va yurakchani qo'shishgan. Arsenal orqali siz erisha olmagan resurslaringizga erisha olasiz. Arsenalni ochish uchun kalit kerak bo'ladi. Kalitni topish oson. Yerda topish, do'kondan olish eng oson yo'li. Boshqa odam arsenalni ochganda uni o'ldirsangiz bo'ladi. Agarda o'lib qolsangiz, arsenal ochiq yerga boring. O'zingizga yutish oson bo'ladi. Yurakcha orqali bo'lsa siz sheriklaringizni qutqarsangiz bo'ladi. Yurakcha to'lguncha yurakchadan chiqishingiz kerak emas. Agarda chiqsangiz yurakcha ozayib qoladi. Eng qizig'i siz yerga yotib qolsangiz ham yurakcha to'laveradi. Agarda siz o'libla yurak to'lsa, o'zingiz ham qo'shilib tirilasiz. Oldingi Free Fire'da aptechkalansak hech qanday animatsiya qilmas edi. O'zimizda bo'lsa aptechkalansak animatsiya qiladi. Free Fire'da birinchi chiqqan hayvon bu mushuk. Free Fire'ni o'zbekchaga tarjima qilsa erkin olov degani. Bu nom o'yinning jangovar xarakterini aks ettiradi. Ya'ni har bir o'yinchi maydonda omon qolish uchun erkin harakat qilib, raqiblarni yo'q qilishga harakat qilish kerak. Shu bilan birga nom o'yinning Battle Royale jangiga mos ravishda bir dona odam omon qoladi tamoyilini ham bildiradi. O'yin har bir o'yinchining mahoratiga asoslangan holda rivojlanadi. Bu esa uning dunyo bo'ylab mashhur bo'lishiga sabab bo'lgan. Reklama. Bolalar, darrov Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Ссылкасы kommentariyada bo'ladi. O'zimizda Free Fire'ga ikkita rang qo'yilgan, ya'ni B rating va KB rating qo'yilgan. Eng qizig'i Free Fire Craftlands Maps degan komnatani yaxshi yaratgan. Ya'ni siz haftasiga 15 ta komnatani olaverasiz. Tor tomoniga o'tsangiz juda ham ko'p resurslar, orujalar, kiyimlar va eng zo'r buyumlar bor bo'ladi. Free Fire'da 6 ta karta bor. Bermuda kartasi, Purgatory, Kalahari, Bermuda 2.0, Alpine, Nexterra. Shu 6 ta karta Free Fire'da bor. Xullas, hammani qiziqtirgan savol: Free Fire'ni qaysi davlat yaratgan? Free Fire'ni qirg'izistonliklar va o'zbekistonliklar yaratgan. Free Fire'ni indiyalik negerlar ishlab chiqargan. I don't know what I'm doing. Shit.
Shunday qilib videomiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Telegram kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'ying. Hammaga yoqqan tarafi bu oldingi Free Fire'da almas olsa bo'lardi, ya'ni tekinga. Bu videoni montaj qilish uchun bor yo'g'i meni 2 oy vaqtim ketdi. Albatta qadrlaysizlar degan umiddaman. Davayte like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sizlarga video yoqdi degan umiddaman. Sifatli kontent qilish o'zi qiyin. Tekst qo'yish, men videolar qo'yish, effektlar qo'yish, ovozlar tanlab qo'yish, ovoz yozish bu juda ham qiyin ish. Albatta like va podpiska bossanglar yanada qiziq videolar chiqarishni boshlayman. Videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. YouTube kanalimga hali video joylamasimdan oldin 8 ta obunachi bo'ldi. Bu juda ham yaxshi natija. Sizlarga kattakon rahmat. Agarda shu videoga 5000 ta like yig'ib bersanglar, Free Fire'dagi kartalarni hayotda qanaqaligini ko'rsatib chiqaman.